Assalomu alaykum aziz kitobsevar kitobxonlar. Toshkent tumani axborot kutubxona markazi sizlarga sara kitoblarni tavsiya etishda davom etamiz. Bugungi tavsiya etadigan kitobimiz Bolalik kunlarimda kitobidir. Aziz o'quvchilar, inson hayotining eng go'zal damlaridan biri bolalikdir. Bolalikning rangin bog'lariga sayr etgan, undagi orzu-umidlar, yorug' xayollar katta hayot yo'lini belgilaydi. Bolalik kunlarimda kitobida mustaqil yurtimiz taraqqiyotiga munosib hissa qo'shib kelgan fidoyi zahmatkashlar, olimlar, shoiru yozuvchilar, ustoz murabbiylar, san'atkorlarning bolalik bilan bog'liq voqea hodisalari bayon etiladi. O'ylaymizki, ushbu kitob sizga ma'qul bo'ladi. Aziz kitobxonlar, sizlarga ushbu kitobni o'qish uchun tavsiya etamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.